Bir dengiz muhabbat. Muallif Nusrat Sultana Senjuti. 62 bolim. Vaqt o'z manziliga qarab ketmoqda. Tunning zulmati va tez shamol bilan u katta poygada. Soat strelkalari tinimsiz yugurmoqda. Tunning ikkinchi yarmi endigina tugadi. Tusur va Piyuning to'y marosimi ancha vaqt oldin tugagan. Ammo hali ham hamma juda band. Hech kimning qo'llari, oyoqlari, tanasi dam olmagan. Odatda to'y bo'lganda qiz uyda gamginlikda o'tiradi. Qizni xayrlashish, uni butun umrga qaynonasining uyiga jo'natishning hasratida ota-onaning yuragi yoriladi. Puspira to'yida shunday bo'lgan edi. Mina begim hushidan ketgan edi. Qattiq Amjad Sikdar ham yiglab yuborgan edi. Lekin Piyuning to'yi buning aksi. Uning qaynonasi uyi, otasining uyi, eshiklari, tomi, devorlari hammasi bir xil. U umrbod shu yerda qoladi. Shuning uchun yiglamoqchi bo'lsa ham, uydagilar undan ozgina narx ham ololmayapti. Hech kim bir marta ham kelib xabar so'ramaydi. U kechqurundan beri och ekanligini hech kim bilmaydi. Qornida sichqonlar poygasi ketmoqda. Tushdan keyin tishiga hech narsa teggani yo'q. Shu qadar och qolish mumkinmi? Onasi ham bir marta kelmadi. To'y bo'lishi bilanoq uni tashlab ketdimi? Piyuning buncha jim o'tirishi unga yoqmayapti. Mehmonxonadan havoda Qormapalovning hidi kelmoqda. Ochlik bundan ham kuchaydi. Lekin tashqariga chiqish imkoni yo'q. Bu xonada qoldirgan Sumona, Puspira va boshqalar hamma aytib ketishgan. Basur xonasiga kirganingizdan keyin chiqish mumkin emas. Piyu qornini bosib majbur o'tirdi. Tizzasiga yuzini qo'yib nochor nafas oldi. To'yning ham buncha azobi bormidi? Mehmonxonada mehmonlar ovqatlanayotgan edi. Katta maydonda 6-7 ta uzun stollar qo'yilgan. To'lqin-to'lqin odamlar ovqatga o'tirishmoqda. Mehmonlar ko'p bo'lmagani uchun qiyinchilik yo'q. Sikdar uyining 3 ta egasi Sadiq, Iqbol nazorat va xizmat ko'rsatish bilan band. Anis Rik bilan muammoga tushib qolgan. Bolada isitma ko'tarilayotgandir. Har daqiqada injiq bo'lib yiglamoqda. Sumona bandlikda unga Rikni topshirib ketgan. Hozircha bolani yelkasida ko'tarib uxlatish uning vazifasi. Soykot kuyov deb unga hech qanday vazifa berilmayapti. Kelmoqchi bo'lsa majbur ovqatga o'tkazishyapti. Lekin Iqbolga bu qoida amal qilmadi. Bir kosa rost bilan bemalol kelayotganida Tusur dedi, menga ber, sen ovqatga o'tir. Yaxshi taklifga qaramay. Iqbol gazablangan ko'zlari bilan qaradi. Qattiq ovozda dedi. Yangi kuyov buncha gapirmasligi kerak. Odamlar yomon deyishadi. Jim o'tir, bor. Yonidan o'tib ketdi. Uning katta akadek xatti-harakatini ko'rib, Tusur hayron bo'lib bir muddat qarab qoldi. Ovqatdan keyin Suptining lab boyogi ochib ketgan edi. Lavabo oynasi oldida turib, ehtiyotkorlik bilan labiga surtayotgan edi. O'girilib qaraganida uzoqda turgan Tusur qo'lini ko'tarib chaqirdi. Suptining iyagi tushib ketdi. Qo'rqib ketdi. Ular qishlogidagi Tusurning 60 esiga tushdi. Shihabni kaltaklagan tarixiy voqea. Uning kichkina qo'rquvi ko'rindi. Qo'rqib kelib dedi, ha, vay. Bu tomonga kel. Tusur to'g'ridan to'g'ri oshxona eshigiga keldi. Buya bodring kesayotgan edi. Uni ko'rib so'radi. Biror narsa kerakmi, vay? Bor ovqatdan ozozdan bir laganga soling. Go'shtli shorva bermang. Va 2 ta ilish baliq bering. U boshini qimirlatdi. Shoshib band qo'llar bilan lagan, kosa oldi. Katta qozonlardan buyruq bo'yicha hammasini oldi. Supta orqada turib kozlarni pirpiratib ko'rdi. U o'yladi, bu kim uchun? Tusur laganni olib uning qo'liga berdi. Yumshoq ovozda dedi. Biroz mehnat qilib buni mening xonamga olib bor. Suptining qoshlari yumshadi. Uning xonasida Piyu opa bor. Ovqat shubhasiz uning uchun. Xotiniga qanchalik muhabbat. U kulib yubordi. Boshini qimirlatib dedi, mayli. Piyu nochor bo'lib o'tirgan edi. Tirnoqlari bilan choyshabni tishlamoqda. Xona gullar bilan bezatilgan. Atrofiga gul tunnellari qilingan.
Oq choyshabning ortasiga Tuxsur Piyu deb yozilgan. Xonaga kirib bularni ko'rgach, Piyuning yuragi urib ketdi. Basur kechasi sozini eslaganda ham uyatdan olib qolardi. Lekin bu uyat asta-sekin ovqat tanqisligi tufayli yo'qoldi. Aytmaydimi, ochlik shohligida dunyo nasrdir. Tolin oy u erda qovurilgan nondir. Piyu chuqur nafas oldi. Hozirgacha hamma ovqatlanib tugatgan bo'lishi kerak-ku. Unga ovqat bermaydilarmi? U nochor bo'lib kozadan bir stakan suv ichdi. Xona Tuxsurniki. Nima qayerda qo'yilganini bilmaydi. Agar ovqat bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oldin bilsa, uning xonasidan bir necha paket chips olib kelib qo'ygan bo'lardi. Shu payt Supti xonaga kirdi. Eshikni itarib kirish ovozi bilan Piyu qaradi. Uning qo'lidagi ovqatga kozi tushdi. Kozlari birdan yarqirab ketdi. Supti og'zini ochishga ulgurmay, Piyu laganni tortib oldi. Qiz biroz hayratda qoldi. Piyu laganga yopishib oldi. Shoshib qoshiq og'ziga tegib ketganida Supti suv olib keldi. Butun laganni tozalab tugatdi Piyu. Urush yutgandek tabassum lablarida paydo bo'ldi. Xursandlik bilan qorin to'kib, minnatdor ko'zlari bilan Suptiga qaradi. U o'sha paytda yonida o'tirgan edi. Piyu katta nafas olib dedi: "Senga cheksiz rahmat. Yana bir oz bo'lsa ochlikdan olib ketardim." Supti dedi: "Rahmatni menga emas, oz kuyovingga ber. U oylab yuborgan, aks holda uyda hamma band." Piyu barmog'ini yalayotgan edi. Bu so'zda to'xtab qaradi. Ishonch hosil qilish uchun so'radi: "Tuxsur vay?" Supti barcha tishlarini ko'rsatib dedi: "Yo'q, Tuxsur kuyov." Hayron ko'zlari bilan bir necha lahza Piyu qarab qoldi. Tuxsur vay bularning hammasini oylab yuborganmi? Yana xotin tuyg'usi uning yuzida paydo bo'ldi. Yaxshi his-tuyg'ulardan yonoqlari qizardi. Uyatdan qizardi. Odam ovqatlanganmi yoki yo'qmi, so'ramay, u qop-qop yeb qo'ydi. U buncha yomon xotin emas-ku. Shu vaqtgacha ovqatlanganidan qandaydir zavq olgan bo'lsa, endi Piyu azob chekdi. Mayin ovozda so'radi: "U ovqatlanganmi? Biror narsani bilasanmi? Marosim shovqini ozmi-ko'pmi pasaygan? Qandaydir tarzda shovqin tinchigan?" Qichqiriq chuvur ovozi hozircha yo'q. Ovqatlanish tugagach, yaqin atrofdagi mehmonlar chiqib ketishdi. Ularning orasida Iqbolning oilasi ham bor edi. Ularni qoldirish uchun Amjad majbur bo'ldi. Ifti bugun butun to'y uyida tanhani qidirdi. Hech qayerda topolmadi. Kelmaganmi? Piyudan so'rashga uning jasorati yetmasdi. Tuxsurning jim qo'rquvi va katta akaning ko'zlarini qizdirganidan keyin u qizga qarashdan ham qo'rqardi. Ifti messengerga kirib tanhaning faol emasligini ko'rdi. Uning ko'ngli xafa bo'ldi. Hozirgi paytda qaysi qizni yoqtirmoqchi bo'lsa, qo'lidan sirgalib, baliqdek chiqib ketadi. Bu orada tanhaning isitmasi ko'tarilgan. Suyak ko'krakni qaltiratadigan isitma. So'nggi paytlarda bu isitma atrofda ko'proq ko'rinmoqda. Uyda kimdir kasal bo'layotgani eshitiladi. Tanha kecha to'yga kelishi kerak edi. Piyuning mehndi marosimi haqida ularning qancha rejalari bor edi. Lekin tushdan keyin qattiq isitma ko'tarildi. Yotoqdan tura olmaydigan darajada. Piyu yuzlab qo'ng'iroq qilib xabar so'radi. Bunday isitma bilan Tanhaning onasi uni qo'yib yubormadi. O'sha holatda ham qiz bora olmadi. Uyini to'yga taklif qilgan, lekin qizining sog'ligini o'ylab, ular ham bora olmashdi. To'y uyda hamma band bo'ladigan joyda kasal odamni olib borish yaxshi emas. Tanha isitmani unutib, yotgan holda yig'ladi. Eng yaqin do'stining to'yga bora olmaganidan qayg'urdi. Piyuning ham xuddi shunday ko'ngli xafa. To'y bo'lmaganida yugurib borib ko'rgan bo'lardi. Biroq iloji boricha qildi. Kiyingancha hammadan oldin unga video qo'ng'iroq qildi. Tanhaning onasi qizining oldida telefonni ko'tardi, yotgan holda kasal ko'zlari bilan qizni ko'rdi. Soat strelkasi 1 onni ko'rsatmoqda. Tuxsur atrofida erkaklar davrasi. Bir to'da amaki, Piyuning ikkita tog'asi, Sumona, Juba hamma otasining qarindoshlari. Ularning shovqinli suhbatida Tuxsur uzoq vaqt sabr qila olmadi. Kech bo'ldi. Xonaga bormaydimi, yo'qmi? Yana qancha o'tiradi? Uning uxlab yotgan kayfiyati buzilyapti. Bu orada Iqbol, Sadiq, Puspra, Mariya hech kim ko'rinmayapti. Bir oz oldin ham bu yerda edi-ku. Hammasi qayerga ketdi? Tuxsur sabrsiz, gazablangan holda peshonasiga barmog'ini ishqaladi. Rubayda buni ko'rib, yaqiniga kelib so'radi: "Bosh og'riyaptimi? Qahva ichasanmi?" Tuxsur ko'zlarini ko'tardi. Uning qoramtir yuzida gazab bor edi. Qayerga aytadi uyga borishini? Kechasi soat 1:30 da kim qahva ichadi? U birdan o'rnidan turdi. "Qisqa" dedi,
Yo'q. Xonaga ketyapman. Darhol yurib ketdi. Kattalar bu holatdan biroz hayron qolishdi. Hech kim hech narsani tushunmay, ko'z yuzlarini odatdagidek saqlab qolishdi. Lekin Rubayda odatdagidek qola olmadi. U shoshib Mina begimning oldiga keldi. Pichirlab dedi: "Opa, Husur xonaga ketdi. Poyez, sharbat hech narsa." Bu orada buyalaganda ichida mazmunni ishqalab dedi: "Unday bo'lsa, nima qilamiz, opa? Kechasi 2 bo'ldi, odamlar hali ham o'tirishyapti. Yangi kelinni qoldirib hech kim u yerda qoladimi? Ayniqsa akaning sevimli kelini. Qancha urush qildi o'sha kuni ko'rdim-ku." Mina hech narsa demadi. Rubaydaning tirsagidan ushlab oshxonadan tezda chiqib ketdi. Bir burchakda kelib dedi: "Bir gap aytaman, Ruba." Xonim hayron qoldi. Buncha tortib olib, yana buncha mayin ovozda hayron bo'lib dedi: "Ha, ayting." Minaning yuzida ikkilanish belgilari bor edi. Vaqt olib oylab dedi: "Bilaman, Husur sening yagona o'g'ling. O'g'ilning kelini haqida har bir onaning xayollari bor. Sen ham bor edi. Qancha gap, orzular kelib menga aytarding. Oshad Husur Allohning buyrug'i bilan mening qizimni yoqtirdi. Uning buyrug'i bilan bugun to'y bo'ldi. Sen bilasan, Piyu yaxshi yomonni unchalik tushunmaydi. 18 yoshda, lekin yetukligi biroz kam. Juda ko'p sakrab yuguradi. Oilaviy hayot nimaligini bilmaydi. Chuqurlikni tushunish uzoq. Tushunmasdan ko'p xatolarga yo'l qo'yadi, sening ko'nglingni topolmasligi mumkin. Sen uni bir oz o'rgat, tarbiyala. Qanday shakllantirsang, sening munosib kelining bo'lsa, shunday boshqar. Sen o'rgatsang, u o'rganadi. Qo'pol bo'lsa ham, mening qizim juda baxtli. Kattalarni hech qachon hurmatsizlik qilmaydi." Rubayda bir muddat hayron ko'zlari bilan qaradi. Hayron bo'lib dedi: "Opa, sen bularni menga aytayapsan?" Mina og'zini ochdi, lekin oldin Ruba qo'lini silkitib chiqarib oldi. Gazablanib dedi: "Hech narsa deyish shart emas, opa, hammasini tushundim. Og'zingda meni opa deysan. Oldinda shuncha muhabbat. Piyu sening yagona qizingmi? Meniki emasmi? U qandayligini bilmaymanmi? Nega gazablanyapsan? Sensan. Tushuntirib qo'yding, men Piyuning faqat amakisining xotini bo'lib qoldim, onasi bo'la olmadim. Nega, opa? Men hech qachon uni kam sevganmanmi? Boshqa ko'z bilan ko'rganmanmi? Unday bo'lsa, bularni qanday aytasan?" Mina nochor ko'zlari bilan qaradi. Nima aytdi, nima dedi? Rubayda aksincha gazablandi. U qo'liga qo'l surtib dedi: "Orta, eshit. Bir oz boshingni sovit, opa. Men shunday demoqchi emasdim. Sen tanisang opangni. Mayli, xato bo'ldi. Kechirim so'rayman." Rubayda yuzini burishtirib boshqa tomonga qaradi. Mina godakdek lablarini burishtirdi. Yiglayotgandek ovozda dedi: "Qizning onasi sifatida bir oz aytib qo'ydim. Shuning uchun." Keyin ovoziga yaramaslik qo'shib dedi: "Endi bu gazab bilan yuz o'girasizmi, xonim? Kuyov tomoni bo'lib, boshni sotib olganmisiz? Bu qanday adolatsizlik, aytingchi." Bu hazil Rubaydaga yoqmadi. U kulib yubordi. Keyin qoshlarini chimirib dedi: "Yana shunday deysanmi?" Mina charchagan ovozda dedi: "Yo'q, opa, xato qildim. Buni og'zimga ham olmayman." Rubayda Minani quchoqlab dedi: "Opa, Piyu mening kashmiri olmadek go'zal kelinim. Bunday kelinni mehnatsiz topganim uchun o'zimni baxtli his qilyapman." Mina boshini egib dedi: "Va sening jasur o'g'lingni qizimning kuyovi sifatida topganim uchun men ham xuddi shunday baxtliman." Ikkalasi ham kulib yuborishdi. Juba buni ko'rib ehtiyotkor ovozda dedi: "Voy, nimaga kulayapsiz? Menga ham ayting, men ham eshitaman." Keyin Simona ham qo'shildi. Barcha ishlarni tashlab, shunday turib tortda qaynonaning hazil mutoyiba majlisi bo'ldi. Buya oshxonadan boshini chiqarib dedi: "Xola, ovqat tugasa, muzlatgichga qo'ymaysizmi?" Qiziqarli suhbat to'xtadi. Mina o'ylagandek qilib dedi: Ha. Oshxonaga bormoqchi bo'lganida Juba uni ushlab dedi: Ha, yo'q. Kun bo'yi sen va Orta opa ko'p mehnat qildingiz. Hozir tog'ri uyingga bor. Qolganini biz ko'ramiz." "Voy, siz qila olmaysiz." Sumona dedi: "Aytdik, hamma narsani qilamiz. Sen ko'rsatib ber, biz tezda tugatamiz." Majbur bo'lib, Minaga hammasini tushuntirdi. Yonida turmoqchi bo'lgan bo'lsa-da, ikkalasi birgalikda ikkita kelinni itarib uylariga jo'natishdi. Husur xona oldiga kelib to'xtadi. Hayratda qoldi. Pastda oylab yurgan odamlar hammasi shu yerda. Eshik oldida saf tortib, plastik stullar o'tirib olishgan. Avval Sadiq,
Keyin Iqbol, yonida Puspra, Mariya, Shanta, Supti. Biror narsa haqida kulishayotgan edi. Tusurni ko'rib, hamma birdan o'girildi. Iqbol quvnoq ovozda dedi: "Voy, keling, keling, vay. Sizni kutib turgan edik." Tusur so'radi: "Sizlar shu ermisiz?" Puspra shoshqaloq ovozda javob berdi: "Biz darvozani tutdik." Sodiq dedi: "Vay, sen bir uyda to'y qilib darvozani tutish, poyabzal ogirlash, qo'l yuvish, bularning hammasidan qutulib qolding. Lekin gap bor, qonun hamma uchun teng. Iqbol vay qanday azob chekkan bo'lsa, sen ham chekishing kerak. Shuning uchun hammamiz birgalikda sening basur eshigingni tutdik. Hozir ichkariga pul to'lashing kerak." Iqbolning labida kulgi, qoshlarini ko'tarib dedi: "Qanday qayna? Hozir qanday his qilyapsan?" Keyin jiddiy ovozda dedi: "Mening vaqtimda sen yordam bermading. Bersang, hozir seni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Sodiq meni qutqargan, shuning uchun men uni qo'llab-quvvatlayman." Keyin ikkalasi qo'l siqishdi. Tusur gazablangan ovozda dedi: "Men juda charchadim, Iqbol. Bular menga yoqmaydi. Tetga." Puspra e'tiroz bildirib dedi: "Yo'q, yo'q, bunday deyish mumkin emas. Bu bizning huquqimiz. Pul bermasdan siz kira olmaysiz." Sodiq qo'shilib dedi: "Ha, pul bermasdan kirish taqiqlangan." Tusur qoshlarini chimirib dedi: "Sizlar ikkalangiz Piyuning katta akasi va opasi emasmisiz? Uning basur kechasida eshik tutganingizdan uyalmaysizmi?" Puspra va Sodiq bir-biriga qarashdi. Keyin tishlarini ko'rsatib birgalikda dedi: "Zarracha ham." Sodiq yelkasini qisib aytdi: "Biz Piyuni tanimaymizmi? U kim? Uning ismi nima? Biz seni tanimiz, vay. Sen bizning katta akamizsan. Katta akaning basur eshigini tutish kichik aka opaning burchi. Men esa burchimni mensimay olmayman." Iqbol dedi: "Men ham." Pul undirish bu harakatida Shanta va Supti jim. Ular guruhni ogirlashtirish uchun o'tirishgan bo'lsa-da, bir o'giz gap aytishmaydi. Shantaning ich-ichiga xafa. Bir vaqtlar bu odamga qattiq mahtum bo'lgan. Voy, u Piyudan ozgina kichik-ku. U xohlasa, to'y unga ham qilishi mumkin edi. Mariya endi gapirdi. Tusurga dedi: "Vay, qo'ying, ular bilan savdolashmasdan ishni hal qiling. Savdolashish sizga yarashmaydi." Uning yog'li so'zlariga Tusur tushdimi yoki yo'qmi, bilinmadi. Qo'llarini ko'kragiga bog'lab, qoshlarini chimirib so'radi: "Unday bo'lsa, qancha talab qilyapsiz?" Hamma birgalikda shovqin ko'tarib aytdi: 35 ming. Puspra qo'llarini silkitib hisoblab dedi: "Qarang, vay, biz jami 6 kishi. Har birimiz 6 mingdan olsak 36 ming bo'ladi. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz, shuning uchun 1000 taka chegirma beramiz." Tusur boshini chayqab dedi: "O, mayli." Uning beparvo qiyofasini ko'rib, Iqbol va Sodiq quloqiga yaqinlashib dedi: "Biz kam aytdikmi, Sodiq?" U ikkilanib dedi: 50 so'rasak yaxshiroq bo'lardi." Tusur indamay cho'ntagiga qo'l soldi. Keyin chiy ovozini chiqarib dedi: "Voy, hamyon xonada. Olib chiqmaganman. Joy bering, borib olib kelaman." Iqbol birdan o'rnidan turib dedi: "Hech qanday. Borsang qaytib kelmaysan." Tusur yanada sokin ohangda dedi: "Unday bo'lsa, pulni qayerdan beraman?" Hamma biroz ikkilanishga tushdi. Sodiq pichirlab dedi: "Men borib olib kelaymi?" Iqbol xuddi shunday javob berdi: "Eshik ochilsa, yugurib kirsa-chi? Uning kuchi bu qadar. Men ushlab tura olmayman." Sodiq xavotirlanib labini tishladi. Tusur shoshilinch ovozda dedi: "Nima qilsang, tez qil." Iqbol yaramaslik qilib dedi: "Nega? Xotiningga borishga chidolmayapsanmi?" Tusur yuziga qarab dedi: "Yo'q." Mariya oldinga chiqib dedi: "Voy, vay aytayotganida xonadan olib kelib beraman, albatta beradi." Dunyo agdarilsa ham Tusur vayning so'zi o'zgarmaydi. Iqbol ichida o'yladi: gap to'g'ri. Bu orada hamma uning yuziga qaraydi. Guruhning katta a'zosi Puspra shubhali ovozda so'radi: "Haqiqatan ham berasizmi, vay?" Tusur javob berishdan oldin Mariya dedi: "Beradi, beradi." "Vay, shunday emasmi? Joy bering, uni qo'yib yuboring." Uning ovozida mustahkam ishonch bor edi. Iqbol ham boshini qimirlatib rozilik berdi. Plastik stulni chetga surib yo'l ochdi. Eshik qulfini ochdi. Tusur qiyshiq kuldi. Hammaning oldidan ko'kragini kerib uzun oyoqlari bilan xonaga kirdi. Keyin orqasiga qaradi. Hammasi eshikka osilgan edi. Tusur boshini qimirlatib birdan eshikni yopdi.
qulfni tortdi. Ular qo'rqib ketishdi. Hayron bo'lib ogizlarini ochib bir-birlariga qarashdi. Keyin eshikni itarishni boshlashdi. Puspra faryod qilib dedi: "Bu nima? Bu nima bo'ldi?" Sadiq dedi: "Vay, bu aldash." Iqbol dedi: "Yolg'onchi, qayna, vay, axloqsiz, aldovchi." Tusur labini tishlab kuldi. Beparvo aytdi: "Itarishdan foyda yo'q. Ertaga ertalab ko'rishamiz. Ertalab berasizmi?" "Ha, aniqmi?" Tusur dedi: "Ishonsang ishon, bo'lmasa tun bo'yi turing. Ertalabdan oldin eshikni ochmayman." Mariyaning katta yuzi endi kichik bo'lib qoldi. Tusurni tortayotganda uning yuziga ko'rinmas ohak qora surtilgan. Og'ridek qilib jim qoldi. Sadiq gazablangan ko'zlari bilan qarab dedi: "Hammasi siz uchun bo'ldi." Keyin unga o'xshab dedi: "Dunyo ag'darilsa ham Tusurbayning so'zi o'zgarmaydi. Endi bo'ldimi?" Mariya boshini egib dedi: "Men nima qildim?" Puspra xafa bo'lib dedi: "Endi nima bo'ladi? Bekorga yarim soat o'tirdik." Iqbol uning muvaffaqiyatsiz yuzini ko'rib boshini silab dedi: "Xafa bo'lmang, sevgilim. Yolg'onchi kundan kunga ayyor bo'lib qolyapti. Bugun ochmayman desa ochmaydi. Keyin xotirjam ovozda dedi: "Lekin ertalab beraman desa beradi. Ko'p o'ylamang. Og'ri bo'lsa ham odam yaxshi. Bir so'zini bersa bajaradi. Unday bo'lsa turishdan foyda yo'q. Keling, ketaylik, uyqum kelyapti. Shanta, Supti, sizlar ham uxlang." Ular bosh qimirlatishdi. Puspra esnadi. Iqbol uning yelkasini quchoqlab xonaga yo'l oldi. Shanta va Supti bugun Piyuning xonasida Mariya bilan birga uxlashadi. U ularning orqasidan bormoqchi bo'lganida birdan Sadiq uning qo'lidan ushlab oldi. Mariya hayron bo'lib qaradi. Sadiq qoshlarini chimirib so'radi: "Qayerga ketyapsiz?" "Xonaga." Gapirayotganida ko'zlari ehtiyotkorlik bilan atrofni ko'zdan kechirdi. Sadiq dedi: "Hozir xonaga borish shart emas." "Unday bo'lsa?" Sadiq yaramas kulib xuddi unga o'xshab dedi: "Unday bo'lsa mening bir taklifim bor, qabul qilasizmi?" Mariya uyaldi. Pastki labini bosib ohista so'radi: "Nima?" "Tomga chiqamiz." U qoshlarini ko'tarib dedi: "Kechasi tomga." "Nega? Qo'rqyapsizmi?" Mariya jilmayib qo'ydi. Yumshoq ovozda tan oldi: "Siz yon bo'lsangiz, nima qo'rquv?" Sadiqning ifodasi o'zgardi. Yuzining yorqinligi kattalashdi. Lablarida yarqiragan tabassum bilan tushunarsiz ko'zlari bilan qaradi. Ovozini pasaytirib dedi: "Unday bo'lsa boramizmi?" Hamma ketganini tushunib, Tusur ovozsiz, g'olibona kuldi. Nafas oldi. Tanasining hamma qismida charchoq bor edi. Ertalab soat 5 da turgan, shundan keyin ko'rpaga tegmagandi. Lablarida mitik-mitik kulgi bilan orqasiga o'girildi. Birdan ko'zlari to'xtab qoldi. Oq yuragiga togri tegdi. Kelin ko'rinishida qip-qizil bir pari yotoqda uxlayotgan edi. Qanday baxtli uyqu, qanday o'gir nafas ovozi, bir nozik yuz. Boshining ostiga qo'yilgan bilaguzukli qo'llari yorug'likda yarqirayapti. Burnidagi tosh gul yorqinlik berayotgan. Bundan go'zal manzara yo'q. Begubor yuz uning oldida turganida Tusur bu dunyoni unutishga qodir. U o'sha qizil lablarining kulgisi uchun yer yuzidagi barcha qoidalarni buzishga qodir. Tusur hayratda qimirlamay tikilib qoldi. Uxlayotgan bu kichkina qiz uning xotini, uning sevgisi, dunyoviy olam ichida g'ayritabiiy go'zallik egasi, uning yuragini oluvchi Piyu. Tusurning muzlagan ikki qimirlamay turgan ko'zlari bir payt pirpiratdi. Lablari ikki tomonga siljidi. Katta ko'kragi mamnuniyat va qoniqishdan ko'tarilib tushdi. Birdan Piyu ko'zlarini ochdi. Uyqudan yangi uyg'ongandek, nozik ko'zlari bilan avval bir oz uzoqda turgan o'sha odamni topdi. Ko'p kutish, ko'p orzu va juda katta sevgi bo'lgan Tusur vay. Piyu birdan o'rnidan turdi. Uxlab qolganidan uyatlandi, hayron bo'ldi. Lekin uning aybi nima? Shu vaqtgacha uyatdan bezovta bo'lib, xonada aylanib yurgan edi. Bir u tomondan ikkinchi tomonga yugurgan. Tusur vay keladi, keyingi qismini oylab terlab ketgan. Asabiylikdan yonni yo'qotib, tez-tez hojatxonaga yugurgan. Nihoyat, bir oz yotoqqa yonboshlaganida uyqu bosib ketgan.
Shunday uyquki, hech narsani sezmagan. Uning bu karavotning ortasida o'tirishi kerak edi. Xuddi o'zi xayolida ko'rgandek. Uning boshiga katta parda Tusurvay tomonidan ehtiyotkorlik bilan ko'tariladi. Uning egilgan yuzini barmoqlari bilan ko'taradi. Peshonasidan sevgi bilan opadi. Piyu xayollarining uzoqqa borishiga yo'l qo'ymadi. Tusur turganini ko'rib, shoshib oldiga bordi. U kelayotganini ko'rib, Tusur to'xtadi va qadamlarini orqaga oldi. Piyu tezda uning oyoqlariga tegib salom berdi. Sumona begim ketishdan oldin o'rgatgan edi. Tusurning qoshlarida ajin paydo bo'ldi. Biroz hayron qoldi. Piyu og'zini oqlash uchun dedi: "Men umuman uxlamoqchi emasdim, Tusurvay. Qachon kozim bog'landi?" Tusurning bunda ko'ngli yo'q. U o'tkir, diqqatli ko'zlari bilan Piyuning oyoqdan boshigacha ko'zdan kechirdi. Piyu unchalik uzun emas, kichkina, yoqimli yuzli. Lekin sari og'irligi bilan bugun uni kichik emas, balki to'liq ayol qilib ko'rsatmoqda. Tusurning shaxsiy, uning chap boshligida yashirgan yagona sevgisi. Tusur bir qadam oldinga bordi. Piyuning kichkina yuzini qo'pol kaftiga oldi. Bosh barmog'i burnidagi toshga tegdi. Uni jim ko'rib, Piyu yana aytmoqchi bo'ldi: "Siz gazablanasizmi?" Birdan Tusur lab boyogi surilgan labiga barmog'ini qo'ydi. Piyu to'xtadi. Tusur ha yoki yo'q deb hech narsa demadi. Bir og'iz so'z ham chiqmadi. Birdan tezda uni bag'riga ko'tardi. Piyu qo'rqib ketdi. Hech narsani tushunmasdan boshi yumshoq yostiqqa tegdi. Tusur uning ustiga yonboshlaganida tanasining qoni to'xtadi. Nima bo'ladi? Nima bo'lishi mumkin? O'ylaganida uyatdan tikan bo'lib qotib qoldi. O'sha tanish qaltirash, qo'loyoqlarning titrashi qaytdi. Uning ustiga Tusurning ikkita mast ko'zlari. Oqtek nigoh, mayxor ko'zlar. Bular Piyuni sog'lom qoldirmadi. Uning ostida qaltiray boshladi. Ovozida zilzila bilan aytmoqchi bo'ldi: "Men bir oz." Tusur gapini tugatishga imkon bermadi. Uning issiq lablari quloqiga yaqinlashganda Piyuning og'zi ozozidan yopildi. U pichirlab aytayotgan ovozni eshitdi: "Bu kecha meniki aytmaganmidim? Bugun siz qaltirasizmi, Tusurniksiz, qaltiramaysizmi, Tusurniksiz?" Gapirayotganda lablari o'sha qizil yonoqqa tegdi. Piyu uyatdan nafas qisib qoldi. Birin-ketin peshonasi, ko'z qovoqlari, burni hammasi Tusurning o'pishlaridan nam bo'ldi. Piyu ko'zlarini yumdi, odamning issiq lablari uning bo'yniga boron ko'targanida. Tusur hech qachon buncha bezovta, tinch bo'lmagan, hech qachon. Piyu bir vaqt chidadi. Kech bo'lsa ham orzu qilingan odamning orzu qilingan teginishiga og'zini qondirdi. 3 yil davomida tashna bulbuldek kutgan odamga xursandchilik bilan og'zini topshirdi. Uning ikkita ozgin qo'llari Tusurning ochiq, keng, qoramtir orqasini mahkam ushladi. Kechasi 3dan birida ularning sevgisining keng asari, yangi boshlanishi yaratildi. Davomi bor. Savol va ko'rsatmalar o'zbek latinga. Piyu va Tusurning basur kechasi haqida nima deya olasiz? To'y marosimida oila a'zolarining munosabati qanday kechdi? Sadiq va Mariya o'rtasidagi munosabat qanday rivojlanmoqda? Keyingi qismda yangi turmush qurgan juftlikning hayoti qanday bo'ladi? Keyingi qismini ko'rish uchun izohlarda ha deb yozing va kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizni kuzatish. Agar sizga bunday hikoyalar yoqsa, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Yangi qismlar kelishini birinchi bo'lib eshiting. Bir dengiz muhabbat. Muallif Nusrat Sultana Senjuti. 62 bo'lim. Vaqt o'z manziliga qarab ketmoqda. Tunning zulmati va tez shamol bilan u katta poygada. Soat strelkalari tinimsiz yugurmoqda. Tunning ikkinchi yarmi endigina tugadi. Tusur va Piyuning to'y marosimi ancha vaqt oldin tugagan. Ammo hali ham hamma juda band. Hech kimning qo'llari, oyoqlari tanasi dam olmagan. Odatda to'y bo'lganda qiz uyda gamginlikda o'tiradi. Qizni xayrlashish, uni butun umrga qaynonasining uyiga jo'natishning hasratida ota-onaning yuragi yoriladi. Puspira to'yida shunday bo'lgan edi. Mina begim hushidan ketgan edi. Qattiq amjad Sikdar ham yiglab yuborgan edi. Lekin Piyuning to'yi buning aksi. Uning qaynonasi uyi, otasining uyi, eshiklari, tomi, devorlari hammasi bir xil. U umrbod shu yerda qoladi. Shuning uchun yiglamoqchi bo'lsa ham, uydagilar undan ozgina nar ham ololmayapti. Hech kim bir marta ham kelib xabar so'ramaydi. U kechqurundan beri och ekanligini hech kim bilmaydi. Qornida sichqonlar poygasi ketmoqda. Tushdan keyin tishiga hech narsa teggani yo'q. Shu qadar och qolish mumkinmi?
Onasi ham bir marta kelmadi. Toy bolishi bilanoq uni tashlab ketdimi? Piyuning buncha jim o'tirishi unga yoqmayapti. Mehmonxonadan havoda Kormopalovning hidi kelmoqda. Ochlik bundan ham kuchaydi. Lekin tashqariga chiqish imkoni yo'q. Bu xonada qoldirgan Sumona, Puspira va boshqalar hamma aytib ketishgan. Basur xonasiga kirganingizdan keyin chiqish mumkin emas. Piyu qornini bosib majbur o'tirdi. Tizzasiga yuzini qo'yib nochor nafas oldi. Toyning ham buncha azobi bormidi? Mehmonxonada mehmonlar ovqatlanayotgan edi. Katta maydonda 6-7 ta uzun stollar qo'yilgan. To'lqin-to'lqin odamlar ovqatga